Agar shu Nexia 2 dan bittasini olib kelib, qatorligini ber, shu mashinani beraman desa, shuni almashmayman deganman-da. Xorazmda Teploijar 20 kilovatli chempion kacholimiz 200 kvadrat xonadonni islayapti. Hozir batafsil ma'lumot olgani, Otajon akaning xonadonlariga kelganmiz. Xudo xolasa Otajon aka Xorazmda qayerdamiz? Assalomu alaykum. Xorazmda Bog'at tumanida, Ashxobod mahallasidamiz. Ashxobod mahallasidamiz. Xudo xolasa qancha bo'ldi kachol xarid qilinganiga? Qatyolni 2024-yil xarid qilganmiz. 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil bo'lib qoldi, Xudo xolasa. Hozir bir qator kacholni ko'rib, batafsil bir suhbatingizni olamiz endi Otajon aka. Mayli. Hozir mana kacholni oldiga keldik. Otajon aka, kachol qachon xarid qilingan? Qatyol 2 yil bo'lib qoldi. Menimcha 2024-yil bo'lsa kerak. Отопление qildirdik. Yangi solgandan keyin elektrichkada qilgandik. Tokda isitganmiz. Tokda. Hozir ham qatyol turibdi ichanda. Qatyolni. Uni oldirmadim. Keyin shu o'zimning niyatim bor edi, ko'mir qatyol ham qilib qo'ysam, zarurat bo'lib qolsa degan. Undan keyin limit degani chiqdi, majbur bo'lib qoldik. Aytdim, o'zim o'ylaganim bo'ldi deb qaytadan ustani chaqirib, shu internetda izlanib, to'p idealni topdik. Eng bizga ma'qul bo'lgani shu bo'ldi qatyollarning ichida. Bo'lmasa shneklarini ham ko'rdik, turdim ko'p ekan qatyollarni. Hammasini ko'rdik. Lekin shu menga ma'qul bo'lgani shu bo'ldi, chunki eng arzon variant bizlari shu angren ko'mir yonadigani ma'qul bo'ldi. Ko'mir tanlamaydi. Ko'mir tanlamasligi eng ma'quli shu bo'ldi. Keyin shu izlangan vaqtimda so'radikda ustalardan chiqib. O qozoqni mayda ko'mirni yoqasan deyishdi va shneklarga. Bo'lmasa ularni ham maqtashdi, lekin bu qatyolga ko'mir tanlamasligi uchun shuni tanladik. 2024-yil qurdik. Hozirgacha uyimni hamma yerini ulab qo'yibman. Nechta joy, necha kvadrat joy islayapti? 200 kvadratni qizdiryapti. 200 kvadrat joyni qizdiryapti. Qizdiryapti. Bitta to'ldirsangiz, necha soat yig'adi? Endi hozir to'ldirmaymiz. Rosa sovuqda. Havo yaxshi. Sovuqda to'ldiramiz, 1 sutkaga bizga yetadi. Rosa sovuqda. Chunki menda yotadigan joylarim nima qilingan? Radiator qo'yilgan spalniyalarga. O'tiradigan, yuradigan koridorlar hamma yerim to'pli pol qilingan. To'pli bo'lgan. To'pli pol. Shu masalan 5-6 larda zapravka qilsa qatyolni ko'mirda. Ertasi soat 11-12 larda tamom bo'lib o'tishi mumkin. Lekin uy sovimaydi. Chunki to'pli pol sekin soviydi. Issiqligi sababli uy sovimaydi-da. Hozir mana kachol tashqarida turibdi. Tashqarida turibdi. Hech qanaqa muammo bo'lmayaptimi? Yo'q, men shuning uchun uteplyonnisini oldim-da buni. Izolyatsionning chempion kacholimizdan xarid qilgansiz ataylab. Shuni oldim. Tanlovda adashmabmizmi? Rahmat, yaxshi qatyolga barakat topdik qatyoldan. Kamerada hozir kamera o'chiq paytda nima dedingiz? Bitta aytib bering, qiziq. Shu qurgan paytimda aytganman-da bu bolalarga. Qatyoldan unaqami, bunaqami, pech yaxshi edi bunda. Shunaqa gaplar bo'ldi-da, keyin men aytdim, shu Nexia mashinam bor edi, Nexia 2. Men aytdim, agar shu Nexia 2 dan bittasini olib kelib, qatyolingni ber, shu mashinani beraman desa, shuni almashmayman deganman-da. Shuni bolalar hazil qilib aytishadi. Joningiz sog' bo'lsin Otajon aka. Bo'ldi. Sizlar ham qo'l-bola kacholada aldanib, pechga yoqib yoki tokda limitda qimmat cho'ntaydan pulni ortiqcha to'lagandan ko'ra, Teploijarga aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib dastavkasigacha joyiga qilib beramiz, xudo xolasa. Biz aloqada.